Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Başakşehir murabbiyi Shomurodovning hujumdagi rolini tushuntirdi. Istanbul Başakşehir hujumchisi Eldor Shomurodov joriy mavsumda ajoyib o'yin ko'rsatib, jamoaning eng muhim futbolchisiga aylandi. Klub bosh murabbiyi Nuriy Shahin o'zbekistonlik forvardning salohiyatiga yuqori baho berdi. Menimcha Shomurodov ligamizdagi eng aqlli hujumchilardan biri. Hozir u ko'proq qanotlarga chiqib o'ynayapti va juda aqlli harakat qiladi. Biz undan imkon boricha maksimal foyda olishga harakat qilyapmiz. Unga erkinlik va maydonda liderlik beryapmiz. Eldor esa bu ishonchga gol yoki assist bilan, eng muhimi esa hujumdagi harakatlari bilan juda yaxshi javob qaytaryapti. Shu sababli uning o'yinidan juda mamnunman. Bu men yoqtiradigan o'yin uslubi. 4-3-3 taktikasida aynan Shomurodov kerak. Eldor ajoyib xususiyatlarga ega dedi mutaxassis. Ma'lumot uchun, Eldor Shomurodov Turkiya Super Ligasining top urarlar ro'yxatida 15 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.